Xullas, Apple kompaniyasi kecha 9-iyun kuni iOS 19 emas, iOS 26 ni taqdim etdi. Qanaqadir yorvoradigan narsa qo'shmagan bu joyga, lekin dizaynda yaxshigina o'zgarishlar bor. Ilovalar shaffof ko'rinishga keldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanaqadir chiroy beradi, kimgadir yoqishi mumkin. Har holda iPhone'da bu narsa yangilik. Ko'rayotganingiz juda ham chiroyli. Hozir Android ishlatuvchilar maza qilishyapti, chunki iPhone'ga endi berilyapti bunaqa imkoniyat. Videoga olmoqsiz. Mana bu joyda razрешение tanlagan bo'lsangiz, o'rtoqlar bu sizlarga nimani eslatib yubordi? Ya'ni 4K 60 mana shunaqa bir joyda tanlanishi sizlarga nimani eslatib yubordi? Bitta yangilik o'rtoqlar, endi buni foydali deb ayta olmayman-ku, lekin misol uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Qaranglar, misol uchun klaviaturadan kontaktga o'tyapmiz, ko'rayotganingizni qo'yish mumkin. Misol uchun mana bu fotoni hozir qo'yib ko'ramiz. Mana bu joyni tanlaymiz va o'rtoqlar ko'rayotganingizni mana shu narsani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi va yoqamiz. Hozir o'zi generate qilyapti, ya'ni tayinlab beryapti. Qaranglar, ana endi misol uchun telefonni oladigan bo'lsak, ko'rasizlar, bo'ri 3D shaklda jonlanayotganga o'xshaydi.